korxonasida aqlli kotyorlar ham bor, lekin biz bugun do'stlar Sirdaryo viloyatiga paypoq ishlab chiqarish uskunasini yubormoqdamiz. 7-avlod 3-paysa sensorli modeldagi paypoq ishlab chiqarish uskunamiz do'stlar komplekt holatda beriladi. Kompleksida mana bunaqa 5 shumli kompressori bo'ladi, 4 ta mana bunday dazmollari bo'ladi, ключlari, overlo'lari yangi bo'ladi do'stlar va bu stanogimizga biz 4 yil garantiya beramiz. Bu stanogimiz 7-avlod 3-paysa sensorli modeldagi stanok. Barcha turdagi paypoqlarni to'qib berish imkoniyatiga ega. Ya'ni siz xohlasangiz detski, xohlasangiz ayollarniki, xohlasangiz erkaklarniki yoki yozgi, qishki hammasini to'qib bera oladi. Bu mijozimiz do'stlar mana ko'rishinglar mumkin. Xolxo'jayev Rasul aka 30 million so'm naqd pul to'lashyapti, 33 million so'm bankdan kredit olib tashlab berishyapti va 8 million 580 ming so'm yana to'lov qilib berishadi do'stlar. Shunda ko'ringlar, bu mijozimizga stanok necha pulga tushib turganini o'zida bitta hisoblab ko'rsangiz bo'ladi. Naqd pulga do'stlar $5400 ga respublika bo'ylab bepul dostavka hamda ustanovkalar bilan qilib beramiz. Bu stanogimiz 380 volt tok bilan ishlaydi. 24 soatda 250-300 par paypoqlarni to'qib berish quvvatiga ega. Stabilizator o'rnatilgan taqdirda 1 yil garantiya beriladi do'stlar. Bundan tashqari bizda paypoq ishlab chiqarish uskunasi, persetka ishlab chiqarish uskunasi, salfetka ishlab chiqarish uskunasi, gel ishlab chiqarish uskunalari ham bor. Bu haqida to'liqroq ma'lumot olish uchun ekranda nomerlar turibdi, aloqaga chiqinglar. Menejerlarimiz sizga to'liq ma'lumotlarni berishadi va do'stlar bizda hozir skidga mana bu sovun ishlab chiqarish uskunamiz oldin $1000 sotilgan. Hozirgi kunda $700 ga beramiz. Respublika bo'ylab bepul dostavka hamda ustanovkalar bilan. Va do'stlar bizda 150 kvadratdan boshlab 500 kvadratgacha kotyorlarimiz bor, aqlli kotyorlarimiz. 150 kvadratimizning narxi $900, u yog'i keyin yana o'sib ketaveradi. Bu haqida ham ma'lumotni bemalol menejerlardan oling. Bizning manzilimiz Farg'ona viloyati Bog'dod tumanida.